Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, odamlar qiyomat maydoni uzun kun, azob kun. Alloh taolo u kunni uzoqligi deydi, sizlar sanaydigan 1000 kunga to'g'ri keladi deydi. 1000 yilga to'g'ri keladi deydi. Ha? Shu kunlardan o'tib bir narsalar bo'lib, ko'priklardan o'tib jannat tomonga ketdi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalomni Kavsar suvlaridan ichar ekan odam. Kavsar suvidan ichganda shu 1000 yillik azob qolmas ekan. Hammasini unutar ekan. Mana shu suvdan haligi shayton vachchani gapini qilib aka-uka urushib qolgan bo'lsa icha olmas ekan. Bir mo'min birodari bilan urushib gaplashmay yurgan bo'lsa icha olmas ekan. Eri xotinni o'rtasini urushtirib qo'ygan bo'lsa icha olmas ekan. Jon birodarlar, bu omonat gap. Sizlar shuni ayollaringga aytib beringlar. Xo'pmi? Mendan oldilariz, buni yetkazing. Bo'lmasa sizlarda omonat qolib ketadi.